Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Chimboyga keldik. Mana kecha Turg'ongulopani kanalda ko'rgan bo'lsalaring kerak, g'ishlar kelib tushdi. Azizlar, bir narsani aytib o'taman. Bu g'ishlarni olib keladigan Kamazda, Jumonda olib kelyaptimi, bilmadim. 1,5 milliondan reysini hisoblashyapti. Shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Azizlar, kimni qanaqasi texnikasi bo'lsa, shu Chimboy rayonida yo yaqinroq Qorovuzey tomonda yaqinroq shunaqa texnikalari bo'lsa, sizlarni iltimos qilib qolamiz, akalarim. Shu tomonlama yordam beringlar. Azizlar, hozir yana aytib o'tamiz, bu tomon samouzil bo'ladi, bu zali bo'ladi, bu koridori bo'ladi, bu spalni bo'ladi. Bunisi bu ham bolaxona bo'ladi. Bizda bolaxona deydi. Azizlar, hozir g'ishlarni yana olib kelish kerak. Prosta texnikaga ham pul ketadi. Shu narsalarga ozgina bir yoqadan bosh chiqarib tursalaring, xudo xolasa, mana shu uyni ham tezroq bitkazishimiz kerak. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi. Azizlar, ehson mukofoti ehsondir. Keyin ikkinchi masalamizga o'tadigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, mana bu bizda samouzilimiz bo'ladigan bo'lsa, samouzilda kanalizatsiyani shu gapimga e'tibor berib o'tsalaring, idish yuvadigan, kuxnyadan chiqayotgan suv bilan bu kanalizatsiyani axlat chiqadigan kanalizatsiyalarni отдельный qilishimiz kerak. Chunki ertaga musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Iloji boricha bir chekkaroqqa qiladigan bo'lsa, ikkita chashka qilib qilsak, ko'rgan bo'lsalaring kerak, shu nima Gulbahorda uyda qilganmiz, отдельный bokslarni qilganmiz. Shu sabab bir xilda shunga o'xshagan nima qilishimiz kerak, chashka qilishimiz kerak. Axlat yuvinishdan chiqqan, misol tualetdan chiqqan nimalar kanalizatsiya отдельный bo'ladi. Kuxnyadan ketgan narsalar отдельный bo'ladi, bo'lish kerak. Chunki musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Men kommentariyada yozib qoldiringlar fikrlaringni. Sizlardan iltimos, mana bu tomonga iloji boricha bu tomonga qilsak, shu qovurlarni qiladigan bo'lsak, ba'da kelsa, misol olib ketib tozalab turish kerak, mashina kirgani oson bo'ladi. Endi azizlar, batni ko'targani ham bu shebin, boshqa narsalar ham zarar. Kimi qanaqadir birorta tadbirkor akalarimiz bor. Tadbirkor akalarimizdan iltimos qilamiz. Kimda qanaqa shebin katta ishlab chiqaradigan narsalari bo'lsa, shebin toshni maydalaydigan, iltimos shu shebin tomonidan ham yordam qilishlarini so'rab qolamiz. Yana bir narsa, azizlar, ko'cha tomonga qaraydigan bo'lsak, ko'cha tomonimizni ham bu tomondan kelishda men nimaga bu narsani aytib o'tyapman, bu ayol kishi. Agar erkak kishi bo'lganda u boshqa gap edi. Sekin bu ayol kishi boshi bilan bu qachongacha bu narsalarni qilguncha vaqt umri o'tib ketadi. Shu sabablik misol tadbirkor akalarimiz bor, texnikasi bor akalarimiz bitta maslahatlashib turib, haligi oshiysizlarki, oshxona, choyxonada yig'ilishib oshiysizlar. Mana shunga singari hammalar yig'ilishib bir yoqadan bosh chiqarib jo'ra mana shu oilaga 3-4 so'm yordam qilib, yo shebin tomonidan yo boshqa texnika tomonidan qilib hammamiz yordam qilsak, juda ko'p oilalarga yordam qilamiz. Mana yo'lga azizlar shebin tashlatishimiz kerak. Yo'lni, ko'chani ko'ryapsizlar. Pojarni shu favqulodda holatdagi mashinalar, texnikalar kirganda yo'l balchiq bo'lib ketgan. Endi meni turpoqni kim tashlattirgan? Men 2 kun bo'ldi kelganimga. Shunga aytyapman. Iloji boricha shebin tomonlama yordam bersalar ham bo'ladi. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. G'isht urishni boshlagandan endi puliydigan joylari kelyapti. G'isht urish kerak, g'ishtdan keyin elektrikasini qilishimiz kerak. Elektrikadan keyin уже ketdi. Bag'i shkaturkasi, shpaklovkasi, aboyimi qanaqa shu narsaga maslahatga kelamiz. Hali tom yopilish kerak, taxta tomonlama, shu Ag'ach bozor deydi. Ag'ach bozorda ko'rib turgan akalarimiz, sizlarga bellaringga quvvat tilab qolaman. Sizlardan ham iltimos qilib qolamiz. Shu taxta yog'dan
Yog'ochoqdan reka tomonidan yordam berib turinglar, iltimos. Biz hammamiz bitta bo'lsak, istagan joyimizga yetib boramiz. Chunki hech kimni dushmanga ham ravo ko'rmayman bunaqa narsani. O't bolasi bu juda tilsiz yo'qda, bilmaydi, gapirmaydi-da bu narsa. Misol, men yonaman deb ogohlantirsa, u boshqa gap edi. Shu sababli azizlar chiroyli qilib xonadonga kirganda mana Turg'ongul opani podpischiklari, qolaversa musofirda yurgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Rossiya, butun dunyoda mana shu videoni ko'rib turgan Turg'ongul opamiz, shu Instagramdagi ko'rib turgan obunachilarim. Biz ertaga shu uyni bitirganimizdan keyin sizlar orqali, sizlar bizni qo'llab-quvvatlab tursizlar, shunaqa darajaga yetib kelyapmiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, ertaga bu uyga bunday kirgandan keyin Xudo xolasa ko'rib o'zlaring baxtlaring ochiladi. Jannatda ham bizga ham shunaqa qasrlar nasib qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Azizlar, kim qanaqa ehson qilayotgan bo'lsa, qo'lini ochib duo qilayotgan bo'lsa, videoda tarqatib yordam qilayotgan bo'lsa, hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, bo'lmasa, men videoda tomonlayman. Shu Instagramda Turg'ongul Bekniyazova deb yozsalaring, o'zlarining blogi chiqadi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjonov. Yaxshilik sari kanaliga xush kelibsizlar.